Eron yadro qurolini qo'lga kiritishga harakat qilyapti degan bahonadan foydalanishmoqchi bo'lishadi. Muzokaralar bilan, urushga esa urush bilan javob bera olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti nafaqat xalqaro huquq normalariga, nafaqat Eron Islom Respublikasiga, balkim hatto Trump uchun ovoz bergan Amerika xalqini o'ziga ham xiyonat qildi. Joriy yilning 13-iyunida Isroilning Eronga qarshi raketa zarbalari bera boshlagani ortidan Yaqin Sharq mintaqasida yangi qurolli mojaro o'chog'i paydo bo'ldi. Turli fikrlar, turlicha qarashlar talqin etilmoqda. Bunday vaziyatda asl holatga oydinlik kiritish va Eron pozitsiyasini ochiqlash maqsadida Eron Islom Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot konferensiyasi o'tkazildi. Anjumanda Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi muvaqqat ishlar vakili Husayn Parvarish rasmiy munosabat va qarashlarini bayon qildi. Unda Platina o'z muxbiri ham ishtirok etdi. Eron muvaqqat ishlar vakili Husayn Parvarish avvalo O'zbekiston hukumati va Tashqi ishlar vazirligi mavjud vaziyat yuzasidan xolis bayonotlar bergani va o'z qat'iy pozitsiyasini bildirganidan minnatdorlik izhor qildi. Mamlakatlarimiz o'rtasida yuz bergan eng so'nggi muhim voqea sifatida men bundan 1,5 oy, 2 oy oldin demak yuz bergan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov janoblarining Eron Islom Respublikasiga amalga oshirilgan rasmiy tashrifini eslatib o'tmoqchiman. Demak, ushbu tashrif davomida, albatta ushbu tashrif doirasida ikkala mamlakat tadbirkorlari ishtirokida qo'shma juda ham bir yirik biznes forum o'tkazildi va shu bilan birgalikda albatta Eron Islom Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 16-yig'ilishi Tehron shahrida o'tkazildi. Lekin Eron Islom Respublikasi o'sha yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma NPTning to'laqonli a'zosi sifatida tinch maqsadlardagi yadro energetikasidan foydalanish huquqini o'zida saqlab qoladi va hech qachon ushbu huquqidan voz kechishni rejalashtirmayapti. Va azash be hech unvon ko'ta naxohadi. Sionistik rejim Eronga qilgan ushbu tajovuzini terror yo'li bilan boshladi. Bu Isroil ushbu hujumi davomida yadro fizika sohasida faoliyat ko'rsatuvchi olimlarni o'ldirdi va aytaylik bevosita hech qachon jang maydonida masalan to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmayotgan o'sha harbiy qo'mondonlarni o'ldirdi. Ushbu hujumlar natijasida juda ham ko'plab yosh bolalar, ayollar, umuman demak o'sha harbiylikka hech qanaqasi aloqasi bo'lmagan shaxslar, ijtimoiy soha infrastruktura inshootlari, o'sha fuqarolik sohasi obyektlari nishonga olindi. Demak, o'zi xalqaro jinoyat sudi tomonidan harbiy jinoyatchi sifatida tan olingan va rasman ayblangan va o'sha G'azodagi 50 mingdan oshiq 60 mingga yaqin insonni qoniga qo'li bo'yalgan Benyamin Netanyahu o'zini mana shu Eron Islom Respublikasiga tajovuz qilishga haqli deb hisobladi. Albatta, demak, ular, ya'ni isroilliklar juda ham yaxshi bilishadiki, Eron yadro quroliga ega bo'lishga harakat qilmayapti. Lekin demak, ular aynan mana shuni bahona sifatida ishlatib, shuni bahona qilib o'zlarining Nildan Firotgacha degan bir g'oyasi bor bo'ladi. Mana shu g'oyani amalga oshirish uchun aynan mana shu Eron yadro qurolini qo'lga kiritishga harakat qilyapti degan bahonadan foydalanishmoqchi bo'lishadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ham Eron Islom Respublikasining harbiy qudratini to'liq hisoblamagan va aniq hisobga olmagan holda demak Eron Islom Respublikasiga hujum qildi va albatta keyinchalik ularning o'ziga ham ma'lum bo'ldiki, demak Eronning harbiy qudrati ular o'ylaganichalik ham zaif emas ekan. Mana shu sharoitda Yevropa davlatlarining demak ushbu mojaroga nisbatan tutgan pozitsiyasi o'ta ham mantiqsiz, chunki bular hujumga uchrab turgan Eron Islom Respublikasidan o'zini tutib turishni so'rashyapti. Bu hatto buni eslatishni o'zi juda ham kulgili. Demak, mana shunday bir sharoitda tegishli xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining va o'sha atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikning bir halokatli sukuti, juda ham bir o'sha qabriston sukutiga o'xshagan bir sukut saqlab turishi mana shu demak bu mojaroda mana shu demak xalqaro mexanizmlarning qanchalik zaifligini va ularning deyarli
o'sha ishlatishga, foydalanishga yaroqsiz qolganligini ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti nafaqat o'sha xalqaro huquq normalariga, nafaqat Eron Islom Respublikasiga, balkim hatto Tramp uchun ovoz bergan Amerika xalqini o'ziga ham xiyonat qildi. Mana eslaringda bo'lsa, Tramp mana shu saylovoldi dasturlari paytida, kampaniyasi paytida, demak birinchidan o'sha Ukraina Rossiya urushini tezroq tugatishga, ikkinchidan o'sha G'azo mintaqasida bo'layotgan qirg'inni to'xtatishga va albatta o'sha Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq muammoni bartaraf etishga va'da bergandi. Lekin har uchala masala bo'yicha u prezident bo'lgandan keyin nima hodisalar bo'lganiga o'zingiz e'tibor bering. Ukraina Rossiya urushi battar avj oldi, G'azo qirg'ini undan battar bo'ldi va Eron yadro dasturi bilan bo'lgan vaziyatdan mana ko'rib turibsiz. Va albatta men shuni ham alohida eslatib o'tmoqchi edimki, demak bugungi kunda Eron Isroil bilan demak duch kelib turgan muammo bu faqatgina Eronning muammosi emas. Bu butun xalqaro hamjamiyatning muammosi. Chunki Isroil rejimi demak bu nafaqat Eron Islom Respublikasi haq-huquqlarini, balkim umuman xalqaro barcha haq-huquqlar, xalqaro qoidalar va mezonlarni buzib, mana shu demak bu yo'nalishda faoliyat ko'rsatuvchi barcha xalqaro tashkilotlarni obro' e'tiborni ham masalan bir sariq chaqaga ham olmasdan harakat qilmoqda. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Albatta men o'sha o'zimning qisqacha suhbatim davomida Eron Islom Respublikasining rasmiy pozitsiyasini sizga yetkazishga harakat qildim. Agar qanaqadir qo'shimcha savollar, mulohazalar bo'lsa, marhamat, biz eshitamiz. Og'ay Abulfayz Said Asqarov az sayti Platina.uz. Qiziqtirayotgan narsa masalan Rossiyaga yordam berib keldi Eron qurollar boshqa jihatlar bilan. Lekin nimaga Rossiya bu urushga aralashmayapti, yordam bermayapti va Eron tomon kechikib yordam so'radi. Kecha mana tashkilotlar va Arabiston. Eron Islom Respublikasining demak o'sha tashqi tajovuzdan o'z-o'zini himoya qilish bo'yicha demak siyosati juda ham bir prinsipial o'sha yondashuvga ega. Bu ya'ni biz birinchi navbatda demak o'z-o'zimizni himoya qilishimiz, o'z-o'zimizni bu sohada ta'minlashimiz va faqatgina o'z kuchimizga tayanishimiz kerak degan bizda bir prinsip mavjud va biz o'zimizni tashqi tajovuzdan himoya qilishda albatta mana shu prinsipga amal qilamiz. Rossiya Federatsiyasi demak bu Eron Islom Respublikasining strategik sherigi va yaqin hamkor mamlakati hisoblanadi va albatta mana shu keyingi bir necha kun davomida Eron Islom Respublikasi bilan bog'liq yuz bergan ushbu mojaroda Rossiya Federatsiyasi bu bosqinni qoralovchi qat'iy pozitsiyasini aniq-ravshan bildirdi. Rossiya albatta sizga ma'lum bo'lgandek Eronning 6lik bilan o'sha 5+1 demak o'sha davlatlari bilan demak o'sha amalga oshirilgan yadro muzokaralari chog'ida ham Rossiya Eronning yaqin hamkori va sherigi edi va albatta biz 5 demak raund muzokaralar bo'lib o'tganida ushbu har bir raund muzokaralardan oldin albatta demak Eron Islom Respublikasi ushbu muzokaralar mavzusi bo'yicha demak Rossiya Federatsiyasi bilan ham o'zining yaqin do'sti va sherigi sifatida albatta maslahatlashar edi. Shu bilan birgalikda demak o'sha Rossiya Federatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 ta doimiy a'zosidan biri sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Eron Islom Respublikasiga qarshi tayyorlangan demak o'sha rezolyutsiyaning demak qabul qilinishiga qarshi veto ovozini berdi. Endi albatta men aminmanki o'sha yaqin kelajakda o'sha Eronning haq ekanligi barchaga ma'lum bo'ladi va demak xuddi mana o'sha Fir'avn yorug'lik bilan kurashda mag'lub bo'lgani kabi albatta masalan o'sha bizga qarshi kurashayotgan fir'avnlar ham albatta mag'lub bo'lishadi. Biz demak muzokaralar bilan, urushga esa urush bilan javob bera olamiz va o'zimizning o'sha haq-huquqimiz, qonuniy haq-huquqimizni himoya qilish uchun 1 millimetr ham orqaga chekinmaymiz.